Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana bu Cheburik muxlislari. Mana bu Aksu restoranimizni eng mashhur bo'lgan retsept asosida tayyorlayman. Kimga qiziq bo'lsa, buni polni nimasi bilan o'rgataman. Dex kartasi bo'yicha o'rgataman. Kimga qiziq bo'lsa, qizlar, kelinlar, uylaringizga shirin mazali taomlar tayyorlab berishni xohlasalaring, farzandlaringizga, ota-onangizga menga murojaat qilishlaringiz mumkin. Men bu muchno yo'nalishini xamirli fabrika milliy taomlar hammasini o'rgataman. Noldan boshlab grammagacha, hisob kitobigacha, mazasi hammasiga javob beraman. Salatlar, milliy taomlarimiz hammasi, suyuq, quyuq, xamirli ovqatlar, beshbarmoq, norin, Uyg'ur mantilar hammasini o'rgataman. Sizlarga qiziq bo'lsa, menga murojaat qilishlaringiz mumkin. Pastda telefon raqamlarimni qoldiraman. Hammasini grammagacha o'rgataman. Pol fabrikat ochmoqchi bo'lganlar yoki uyiga zagotovka qilib tayyorlab qo'yishga ham farqi yo'q. Chuchvara, 4 xil, 5 xil chuchvara, cheburiklar 4 xil, manti 3 xil, 4 xil, 8 xil somsa, qatlamalar, ko'k qatlama, oddiy qatlamalar, dietetik nonlar hammasini noldan boshlab o'rgataman. Yaqinda o'quvchilar olyapman. Kimga qiziq bo'lsa, pastda qoldirgan telefon raqamlarim orqali menga murojaat qilishlaringiz mumkin.